Assalomu alaykum barchamizga. Bizning bayramimizga xush kelibsiz. Hozir ayrim bayramimizni ochib berish uchun ma'naviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Amedova Amina opamizga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum bugungi tadbir qatnashchilari, hurmatli ota-onalar, kirib keltirgan 2026-yil hammangizni tabriklayman. Oilaviy baxt, ishlaringizda omad, to'kin dasturxon, hammaning oilasine tinchlik, totuvlik tilayman. Shu bilan birgalikda bugungi mana birinchi sinf Pakizan sinfida omad tilayman. Keyingi ishlarida tadbirimizni ochiq deb e'lon qilaman. Sözümüz başı salam, iş başıdır intizam, mehmanlarga cimridan deymiz salom assalom. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, salomni yo'llaydi sizga bolajonlar. Bugun bizning maktabda juda katta tantana bilimini namoyish etadi har bir bola. So'zlarni o'qitib dilimizga joylaylik, shunday hayajon bilan bayramimizni boshlaylik. Mustaqil yurtimizning kelajagi bolalar, ona vatan baxtida baxtini topgan bolalar. Ona yerda muhabbat yosh avlodning tilida, maqtamiz yayraydi bolalarning tilida. Birinchi sinf o'quvchilaridan alifbega atalib yozilgan she'rlarni eshitamiz. Marhamat. Assalom aziz maktabim, assalom mehmon qalbim, assalom ey ustodim, avvalo sizga ta'zim. Muborak bo'l doim maktabim, buyuk bo'lmas maqsadim, bag'ringda o'qib albat bo'laman sodiq farzand. Sizdan taratgan dastonim, vatan bog'lar doston, dunyo ta'lim katirgan, doimo obod bo'lgin. Erkaklar sevaman, erkak jona dilimdir, har narsani kalsin do'stim bu bilimdir. Faxri sa'zvati bahanaga to'laman, o'z bag'da senga qo'rqaman. Kuzman ko'rsan ko'zoda, ochilaman bahorda, yurtim quyoshlar yaproqlar. Hadi javob bilaman, salg'ilalaman, hadi kashman do'stlarim bekdir orzu. İlk izlab olmayman, ikki baho olmayman, intilib yuksaklarga erishgim istaklarga. Dija dina qo'limga qalam tutgan mehribon sizga rahmat kitobim doim bo'lib o'taman. Kitob bilmay do'stlar ko'zlarim nuri qasra, uni o'qituvchilarni qo'llarimdan qo'llaman. La 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 can, bağlayda Güleyman, İgolaring taratib bog'larda bo'lmayman. Mevalar sotgan mehri qalbimga payvand, mening go'zalchimanim O'zbekiston vatan. Otalardan nobahor, nafis paytda oladi, diroshan quyosh nuri har tarafga sochildi. Onajonim olamga oftob sochgan quyoshsiz, mehringiz daryo misol tog'dagi ifodasiz. Maqtazda piyasmishqa xalqni keldirdi xirab, hujjatsiz do'stlar. Qaldiq ochib ikkimizdan ayirmasin, qaldiq qarasın, yalan qanotingiz qayermasin. Hassaslar maqodatim rasvoylik, saodatim nur zariga tolaman, rasvoy inson bo'laman. Suv bo'lmasa hayot yo'q, suzilmaydi suv, oqibatda suvni qilmaydi. Ustoz ulug' va'dabar, o'gitlar tillozor, o'rgatganchik zahmat, ustoz sizga ming rahmat. Zo'r olim bo'lay desang, senga to'laydigan O O'zbekiston hurdiyor, o'zida nomus or, o'zbekning farzandlar, xalqining dilbari. Shamol shashmasida, doirang tashmasida, yerga sochma shahdingni, mehnatda baxtingni. Assalom, nur ziyoga to'lib rangimiz
Xona qizil tangimiz sevinchlarga to'lib, har yer baxtiyor O'zbekistonda. Vodilarning gullagan mataxonang emas, marinda yayraversam bemahram kuchaman. Tarozning toshi bor, tog'larning ko'zosh bor, rahmat, so'zlar suhbatning quyoshi bor. Chamanda bo'laman, men aloch bo'laman, qalbi bilimga chalqoq, kelajagimdir porloq. Bugun bizning bilimlar mamlakatimizda bolalarning sevimli kitoblari bo'lgan alifbe o'qish, ona tili va matematika kitoblar sayr qilib yurishgan ekan. Hozir ularni sahnaga taklif etamiz. O'z tilaklarini aziz bolajonlar bildiradi. Iltimos qilamiz, marhamat, sahna sizga Bolajonlar, men sizga birinchi kitobdirman. Dilingizni yaratgan go'yoki oftobdirman. Ko'rdim bugun donosiz, hammadan ham a'losiz. O'qish yozishni bilgan, mehringiz ham donosiz. Endi boray dam olay, sizga baxt omad tilay. Oningiz chaqlash uchun o'qish kitobini chorlay. O'qishni seving mendek chin yurakdan o'qingiz. Hikoya ertaklarni mahzun chaqib o'qingiz. Xayr bolalar, meni sira unutmang. Hayrat bilan o'qingiz, nasihatim unutmang. Bolajonlar, endi men o'z o'rnimni o'qish kitobiga beraman. Meni o'qigandek o'qish kitobini ham juda ham yaxshi o'qib, 5 baholarga tugaylik. Xayr bolajonlar. Menga do'stlarim, tezda qarab qo'llarim, bugun sizga yurakdan chiqargandir so'zlarim. Meni o'qish dedilar, o'qish dedilar. Mendagi har mavzuda namoyish dedilar. Meni asta varaqlab, mazza qilib o'qirsiz. Ibrat olib sizlar xalqimizga yoqursiz. O'qing meni ardoqlab, men do'stingiz bo'laman. Qo'lim berib sizlarga yoningizda bo'laman. Men ona dilaman, ilm dono dilaman, ona dilim, onajonlar, sof vijdona otajonlar dilima. O'qing meni varaqlab, yurakdan hurmat saqlab. Ona dilim sehri, ardoqlab, sevib yo'qlab. Tilimiz xazinasi. Sizga asta ochqim bor. Ona dilim sehrini marjon kabi sochqim bor. Makka o'zim quyoshday issiq yuzim, raqamlardan boshlanayotgan desangizga so'zim. 10 raqam jamiyatda kerakdirmi har yerda. Aqlingizni charchayman har misol, har amalda. 21-asr kabinetga asra, bilimlardan donolarga ochiq bilganlar qasri. Men senga do'st bo'laman, hamdan ham do'st bo'laman. Raqamlarni tanitib, 4 amalni bilaman. Endi esa bolajonlarimizning raqslariga navbatimizni beramiz. Marhamat.
Ondan toplu 9'ga kadar. En birinci olup bir yıldı. En sonunda 9'ga kadar. Onu taklif kılmadılar. Nurmadan durmadılar. Maktandılar baksa uzara. Bir çıktı ahır yukarı. Bırakanları başına yırdı. Uzun kısa yemedi. Denize sarıyım. Onlardan konuşmazdı. 8-5-4-2 hamle uç. Maktandılar ne söz bulsa Türk. Obraz kelam en küçük grup. Kibarhan en küçük grup. Şermandıran şermi zor mu? Acakhan usudan küllü. Şuradan ayak mor gibi kaldı. Bırılmış şart yolca oldu. Şu yoldan önce aylanmadı. Ve ayılsız cengi şeylerdi. Allah'ın yalanı yer tatlı. Benim kulağımın yapılı baktı. Komşuların mırını. Sarıldı kör ruhanı. Şundaki montaj kurdu. Rakamlarga kıymat başvurdu. Şayet manzursuzga bu kısa. Şu en kısadan kısa. Yansıtmayın hiç bunu tasmahan. Ta şu kesek balın tasmahan. Yettiğiniz nuruyla sürmeyin. Nur bulunsa min ham bir keteyim. Dersinizle Tuğçka bu.
bana legalleştirildi. Yüzün kızıyla katmayın. Son TikTok'ları ama ne Google katakta sana dedesi söyledim. Kitabını bırakmasın. Az koyun kalkmasın. Oğlumuzun yapakta bir yersin dedesi sana demeyelim. Kitabını bırakmasın. Az koyun kalkmasın. Oğlumuzun yapakta bir yersin dedesi söyledim. Yok TikTok önemsensin. Çok güzel bir sormasın dedesilerin dedesi söyledim. Kar baba, sobaları bar baba, iyi de bizim serçe, tepesinde ağabeyde. Kar baba gelmeyi bilirdim şiret, yenge kolegimde unge kurset. Benim üçümü perfet dağıldım, şoğlanık zor gelmeyi iyi aldım. Yıldızca tepesinde oyuncaklar asılcan, gelecekti aslında, yürüstükleri bize. Orada yana böylelik, bir şekilde söyledik. Baya halımız kalkabilirse hem açar tarafında ben çalışmasın. Baya halımız sakta olsa hem engel geçtiği Huda geçti. Дед Мороз, деткам прилетел, фонарные фонарики дал, золотые шарики. Orada yolu böylelik, bir şekilde söyledik. Böyleler dedim kanan, Kordaba yasa kanan. Yangi yılda yangi arzular, unutulup geçen hayallar, kandap algan biznes ülgüler, tabiklenen yangi yıldılar. Gider ederdik Ercel tepesi de Ayberç'e, Kutlu yolda ve orada ilik düzgün ahirde. Dışlandığında işgifan bakıyordu, kışık kış kimesi kalmama sağlayar var. Kablosu kilesi çoğun tekli boyadı. Seninkinden kablosu sağlar var. Babam sağ bak bir şeyler siyah bakarsız uzun çok toprak verir. Hazır esasız söz nöbetine ata-onalarımızga beramiz. Marhamat. Hürmetli ata-onalar, bugün mene savatkallık bayrami yengeler efesinde o'tkazib o'tirgan ekan. Mene savatkallık bayrami Alifi bayrami bilan o'quvchilarni va shu yerda o'tirgan ustozlarni hammani tabriklayman. Doim mene
şu kunga yetirdi. Yatırgan yangi yılımızdan kutluq gelsin. Hemmenin ailesine omad, tinchlik, vaqt tap gelsin. Şu balajonlarimiz bilan savatxonlikqa shunday yaxshi tayyorlanib yetdilar bilan bundan buyog'ida da ustozlarni, bilan maktab direksiyasini, maktab ma'naviyatchilarini hammasini shularning savatxonligini oshirishda kuch-quvvat tilayman. Bundan keyin ham ustozlarim nafakiza ishlariga omad, muvaffaqiyat tilayman. Bundan ham zo'r har bir o'qitgan o'quvchilarim oliy ta'limlarga kirib, Allohimiz yorug' bo'lmaysizlar. Ustozlarga rahmat, maktab direksiyasi, ma'naviyatchilarga rahmat. Hamma ota-onalarga mana shunday niyat qilganlar uchun ham rahmat. Tabriklaymiz, mana jonbozlik qiltirgan hammangizga. Mana assalomu alaykum o'quvchilar, ota-onalar. Mana yangi yildan baraka yildi. Savatxonlar bayrami ekan, shu bayramni hammamiz tabriklayman. Shu mana bilimlarga, ustozlarga rahmat. Rahmat, shunday yaxshi tarbiya beryapti. Bilimli, o'qimishli, yigit qizlar bari. Diplomli, oliy ma'lumotli bo'lsin. Tabriklayman. 26 baraka yilini baraka yili bo'lsin. Tabriklayman hammangizni. Assalomu alaykum. O'quvchilar, bayramlar bitta asalman qilindi. O'qimishlar bo'lsin. Hamma qizlarga Allohga bilimlarni bersin. O'qimishlar, aqlli bolalar bo'lsin. Hammangizga yangi bayramlarni tabriklayman. Ben Elif'i bayram bilan tabriklayman. Asaxon qizimdan tabriklayman. Ustozlarga rahmat. Bizni tarbiyalab o'tirganingiz uchun. Yaxşı tasfiye gelaydi. Kızının atamalarının bizlerini yaratmasın. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, ota-onalar. Bugun sinfimizda katta bayram bo'ldi. Bu o'quvchilar uchun asrasatim yaxshi bayram, birinchi ilk bayrami savodxonlik bayrami. Shu o'quvchilarimni savodxonlik bayrami bilan tabriklayman. Xudoyim shu kelajakda bir yurtimizga bir foydasi tegadigan insonlar bo'lib yetishgan. Eng kami o'qituvchi bo'lsin. Men bu o'quvchilarimdan katta bir mahkamalarda ishlaydigan shifokor, hamshiralar qilaman. Xudo xohlasa shunday bo'lib yetishadi. Men shunga hamma o'quvchilarim zukko, chapqon, hammasi hech o'zlashtirmayotgan o'quvchi yo'q ichida. Hammasi shifokor. Shuning uchun buni o'qishlarimda o'quvchilarimga omad tilayman. Ota-onalar, agar kamchiliklar bo'lsa, uzr. Ota-onalarning ko'pchiligiga rahmat aytmoqchiman. Uyimda qo'llab-quvvatlab meni yordamlashganingiz uchun hamma ota-onalarga rahmat. Doim yangi yillarda yaxshi xudolarga yaxshi yillar, omadli yillar bo'ladi. Endi o'quvchilarga guvohnoma berayapman men. Alifboni yaxshi tugatgani uchun, har qilgani uchun, matematikalarni qo'shishni, ayirishni o'rgandi. Alifboda eng aziz so'zlarni yozib o'rgandi, o'qib o'rgandi. Shuning uchun alifbo guvohnomasini ularga taqdim etamiz. Eng aziz so'zlar, ona so'zini, vatan so'zini yozib, o'qib o'rgangani uchun. Qabul etishga tayyormanmi o'quvchilar? Anvar Bekov va Rahmatjon.
Bana oynamanda ne? Kalarız. Kamal ve Leyla. Hepsi çakal mı kızım? Abdülkarim ve Asile. Hem kadersine tamam. Seferbayım şartlar ki Ulan zıpka okucularına her tamamen. Tavfir Gayretcan. İyi bir var okucumuz. Nurabayeva Ulgusun. Hangi işlerde faal katlaşır? Hangi okuşlarda? Ulubiyeva Asadkan. Akbun gel kızımız. Farhan'ın Ümitcan. Farkı mandi ko. Sayfayıp Nişatli. İyi faal hem manasında faal. Yefayı Mazarina. Hadi gelin. Dilra Bağ Yusufay var. Şarında Ömer. Çaktan kızım. Sadadinova Bekçinaş, en yakında şiirler çay etmek. Salih Bazarina. Ömer hoşlanma. Bu kızıma bizim kapsın. Sadadinov Ali Khan. Abdülkarim ve Farengiz. Zıpka okucularına. Munajat Bazargaya bak. İyi çaksan, söz gene çaksan ne? Samir, kayıp nazar Samir. Okutucunun yevarası bu, zıpka. Derhal şunu alalım, bir ayıklanma. Davran bir gün asrar. Yevar. Hiç gönlündekileri yok, yığman olamış. Kurbanbayma Cesmine. En açık kızım ben. Okucular, hammamizga o'qishlaringizga omad. Alifbe bayramdan keyin o'qish tashlab qo'ymaymiz, yaxshimi? Boshqa kitoblar keladi, shularni yaxshi o'qiymiz. Shuning bilan tadbirimiz tugadi. Yangi yilni kutlaymiz, shu bilan yangi yil ata bayramimiz ham shu bo'ldi, Alifimiz ham shu bo'ldi. Endi xudo xolasa men birinchi kundan o'qishga ketib boramiz. Bir hafta başı bunlar bo'lgan, yangi yil başından boshqa o'qishadi. Yil olishda kelaman. Yil olishda o'qiyman. Endi yangi yillarda men yaxshi kunlar. İşlerimizde olmayan sınırlar yapıyorsunuz. Şunu aktarmalarından arasında sonra bir soruyla şunu anlatıyoruz. And if you wanna take my heart, you're screaming out. Until your face is
o'z mehringni sezamiz. Ona vatan biz ham faqat seni deymiz, seni deymiz. Ona vatan biz ham faqat seni deymiz, seni deymiz. Guli esa ozod yurtim, Onajonim O'zbekiston, hech kimga bermaydi seni. farzandlaring O'zbekiston. Guli esa ozod yurtim, Onajonim O'zbekiston, hech kimga bermaydi seni. farzandlaring O'zbekiston. Iymonimiz butun vatan, ishonaver onajonim, xizmatingga doim tayyor. Farzandlaring O'zbekiston, O'zbekiston.